Yana sizlar bilan raspakowka. Qaranglar nima topdim. To'g'rirog'i men boradigan magazinda endi kelibdim bunaqa to'ppo'kki. Buni yeb ko'rmoqchiman. Qani koreyankiga o'xshaydimi, o'xshamaydimi? Keyin shu orada bir narsani aytib ketay. Mana bunaqa achchiq narsalarni, koreyskiy narsalarni, ramyon, короче, общий koreyskiy narsalarni kimlardandir, kimdandir ko'rib o'rganmadim o'rtoqlar. Men bunaqa narsalarni 2013-yildan beri yeyman. Просто videoga olib chiqishi bir yildan oshibdi. 51 yil bo'ladimi? Короче, videolarni endi qo'yibman. Bunaqa narsalarni men 2013-yildan boshlab yeyishni boshlaganman, так что. Короче, yeb ko'raman, bugun emas. Keyin gazirovanniy voda oldim. Ancha ba'zi payt ichkim keladi. Muzdek nimagadir, shirinmas, prям gazli bo'lishi kerak. Shunda chanqog'im qoladi. Shunga oldim. Kim oldim? Asal oldim. Asal choy ko'p ichkim keladi ba'zida. Chayni sodani aytaymi, men nimaga ishlataman? Chayni sodani skrabni o'rniga ishlataman. Badanimga men skrab sotib olmayman deb chayni sodadan skrab qilaman. Tabiiy skrab zo'r bo'ladi. Malinali jem oldim. Keyin mana bunaqa chia urug'li ichimlik. Non oldim. Sabzili salat. Yoshligimizda shunaqa yeyishni yaxshi ko'rardim. Bilmadim, boshqalar qanaqa, men shunaqa yeyishni yaxshi ko'rganman. Non orasiga hech narsa, kolbasasiz, sosiskasiz, просто mana shu sabzili salatni solib yeyish mazza. Dengiz kapustasidan qilingan salat. Buni ham Koreyada yeganman. Qanaqa qilishar ekan bilmayman, yeb ko'rmoqchiman. Zelin oldim, chesnok oldim. Mana bunaqa qalampir oldim. Ovqat qilaman bundan. Qanaqa ovqatligini qilganimda ko'rsataman bu. Xotlanchi lapshasidan tayyorlayman ovqatni. Achchiq. Ramyondan ham achchiq bo'ladi. Men buldak ramyonni qorasidan oldim. Mana bunaqa ichimlik. Mana bu kofeni qizili. Qulupnayli bo'lishi kerak. Menimcha qulupnay shekilli.